Hammaga assalom. Voy, do'ppim tushib ketib qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli bizani tomosha qilayotgan obunachilarimizni. YouTube'ga birinchi marta bunaqa ko'rinishda chiqdim. Ko'chada qish bo'lishiga qaramasdan bahorona kayfiyatda, bahorona kayfiyat tilagan holda sizlarga yangi uyimizni obzoriga kelganmiz. Uyimiz Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani IT park yaqinida Mag'rur ko'chasida joylashgan bo'lib, ko'zi to'q, o'zi to'q odamlarning uyi ekan. Chunki bu narsani aytayotganim, mahallada uylarimiz juda ham qimmat. 1.900.000, 800.000 deyishyapti, lekin bu xonadonimizni qurilgan o'sha binosi, ichidagi remontlari va maydoniga qaraganda juda ham arzon so'ralyapti va yana o'tib beradigan joyi ham bor deyapti. Xonadonimizga aynan shu darvozadan kiramiz, darvoza eshiklarimizni ko'rishingiz mumkin. Domofonlarni qo'yib qo'yishgan, ichkarida monitorlarni qo'yib qo'yishgan, bemalol jing'illog'ini jing'illatib kirishingiz mumkin bo'ladi. Kirganimizda sanuzelimiz bor, eshikning tagidan muomala qilib xayrlashaveradigan odamlar uchun agar hojatxona so'rab qolishsa. Fasadlarimizni ko'ryapsiz, yashil zonalarimiz kichkinagina, o'zi skromligina fasadlarimiz remontlariga e'tibor bering. Skromlik qilingan, har xil yajuj-majuj narsalarni qilishmagan, chiroyli qilib remontlarni qilib qo'yishgan. Unda bismillah deb xonadonni ichini ko'rsatishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizga kirganimizda mana shunaqa kichkinagina bizani shu garderobni desa ham bo'ladi. Qishi, kuzgi kunlarida qo'l kiyimlar bilan xonadonning ichiga kirib ketmaslik uchun kiyimlarni yechib, ilib kirish uchun. Kirganimizda kattagina ayvonimiz bor. Ko'rishingiz mumkin ayvonning kattaligini. Mebel texnikalar bilan yana boshqacha ko'rinadi, lekin hozir o'zida ham chiroyli ko'rinyapti. Attachentolardan foydalanilgan. Xonadonimiz umumiy hamma joyida, hamma burchagida to'pli pollarimiz bor. Bu bo'lsa birinchi qavatimizdagi общий sanuzelimiz. Umumiy 4 ta sanuzelimiz bor xonadonimizda. 3 urovindan iborat. Birinchi qavat yerto'la, ya'ni podvolimiz va ikkinchi qavatimiz bor. Bu yoqda kattagina chiroyli eshigimizdan kirganimizda bizani zalimiz kutib oladi. Hovliga qaragan derazalar bilan derazalarni ochib qo'ydik, chunki yangi xonadon bo'lganiga mana paketlari olinmagan lyustralar ilinib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bitta akamiz aytganlaridek, yangi salondan chiqqan mashinani hidi kelib turadi-yu, bu xonadonimiz ham o'zini hidi kelib turibdi, chunki yangi paketlari olinmagan, chiroyli, hech kim yashamagan xonadon. Remontlarga e'tibor beringlar. Skromniy, attachento, bu yoqda lyustralarimiz chiroyli. Chiroyli vid, skromniy. Bu zinadan tepaga chiqiladi va pastga tushiladi. Podvolimizda ham sizni kutilmagan narsalar kutib turibdi, juda ham foydali. Foydalanishgan maydondan. Bu birinchi qavatimizda yagona bo'lgan yotoqxonamiz. Lyustralarni paketi yechilmaganiga yana e'tibor berasizlar. Chiroyli remont qilingan, pul ayalmagan, lekin narxi ham juda ham aql bilan so'ralyapti. Unaqa 10 ta barmoq og'izga tiqorilmayapti. Mana bunaqa razdvijnoy eshiklar qayerda bo'ladi? Albatta kuxnyada bo'ladi. Bu yoqda shu ayollarimizga yoqadigan kuxnyamiz. Kuxnyani albatta ko'pincha uyi o'zi ayollar tanlaydi, bilasizlar, erkaklar kelib ko'rgani bilan, pulni sanaydigan erkak bo'lgani bilan ayollar tanlaydi. Shuning uchun ayollarning zonasini tapa-tayyor qilib qo'yishgan. Mebellarimiz, kuxniy mebel, bu yoqda dishtoq yuvadigan posodomoykalarimiz, moykalarimiz va xolodilniklarimiz, hamma narsalarimiz bor. Juda ham chiroyli. Bu yoqda mikrovolnovkalarimiz, ko'rishingiz mumkin. Lyustralarimiz ham bu neobычный ekan. Mana bu chiqib turgan bo'lsa, konditsionerga qoldirilgan, hamma narsa o'ylangan, hammasi nazoratim ostida deyiladi-yu. Bu yoqdan bo'lsa, hovlimizni orqa tomoniga o'tamiz. Mana bunaqa kichkinagina zona qoldirish hozirgi paytda udum bo'lgan hovlilarda havo aylanishi uchun, skvoznoylik berish uchun, orqada derazalar chiqarish uchun va bu yoqda basseynimiz, letniy, zimniy basseyn. Universalniy desa ham bo'ladi. Basseynimiz suvlari to'la turibdi, biz uchun foydalanishga tayyor. O'zini kichkinagina sanuzellari bilan saunamiz ham bor. Saunaning eshigini yopib dimlab qo'yganmiz. Yoqib obzorni tugatib, biz saunalarda dam olib, basseynlarda cho'milib ketish uchun. Bu yoqda bo'lsa, orqa hovlimiz yana bitta aytganimdek maydondan juda ham unumli foydalanilgan. Orqa maydonimizda o'zini yashil zonalari nafas olish uchun letniy kuxnyalarimiz ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham gaz plita, moykalarimiz bor, mangallarimiz, hammasi chiroyli bo'lib turibdi. Egasini kutib turibdi desa ham bo'ladi. Agar yostig'ingiz tagida $650,000 plyus bo'lsa, voy narxini aytib qo'ydim.
650 ming startoviy narxi bu xonadonimizni. Kelib, yana ozgina savdolashib, baraka qilishingiz mumkin. Pastda telefon raqam qoldiramiz. Lekin bizdan uzoqlashmang, chunki sizga hozir podvol bilan, ya'ni yerto'la bilan ikkinchi qavatni ko'rsatamiz xonadonimizni. YouTube'da bizani kuzatib borayotgan odamlar bo'lsa, bitta uyimizni, Sherxonlarning haykalli uyimizni millionta prosmotr yig'gan edi. Millionta ko'rishlar soni. Agarda bu videoyimiz ham millionta ko'rishlar soniga ega bo'lsa, shunday turishim bilan galstuk do'ppili bilan shu suvga tashlab yuboraman. Instagramga qo'yamiz. Obunachilarimiz uchun endi nima qizig'i bor suvga tashlab yuborganingni deyishingiz mumkin. Qizig'i hali oldinda. Yana bizada xalq uchun yangiliklarimiz bor. Bizani YouTube, Instagramdan kuzatishda davom etib boringlar. Xullas xonadonimiz yangi, hech kim yashamagan, chiroyli remontlari xonadonni o'zi uchun qilingan ham bo'ladi. Ikkinchi qavatda oyog'imizni yechib chiqamiz, chunki uborka qilishyapti, hamma yoq changlarni artishyapti. Ikkinchi qavatda zinadan chiqqanimizda bitta operatorimiz ko'rishingiz mumkin. Kattagina oynamiz o'zini va katta ayvon kutib oladi. Bu ham xona hisobida o'tmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Remontlari bu yerda ham skromniy Atacento'dan foydalanilgan. Chiqqanimizda birinchi xonamizni bolalar yotoqxonasi qo'ysangiz ham bo'ladi buni bemalol. Rozetkalari, lustralari, paketlari yechilmagan bu yerda ham. Ayvonimiz o'zida ham rozetkalarimiz bor. Mana bu televizorlarni ilib qo'yib, ko'rpa to'shaklaringizni qilib, divanlarni qilib mana shu yotolsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa qizlarning yotoqxonasi, chunki o'sha qizil pushti rangidan foydalanilgan. Lustralarimiz ham rang-barang ekan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham did bilan hamma narsa nasoy fokus qilingan-da endi. Sotaman degan odam uni hamma narsani full qilib tashamaydi. Ikkinchi qavatda общий sanuzelimizni svetlarini ozgina ko'rib o'rish kerak ekan, elektrik chaqirib, bu ish emas, lekin xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qavatda eng qiziq joyimiz ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasi hovliga qaragan derazasi bilan ranglari juda skromniy, juda ham derskiyroq ranglarda qilingan. Detskiy rang emas, derskiyroq ranglarda qilingan va patologiyaga e'tibor bersanglar zo'r ekan bo'lardi. Oymonmoni qilib qo'yishdi, chiroyli qilib. Oyda ham, ko'kda ham yo'q bunaqa uy deganida. Bu yoqda bo'lsa, garderobniysi bilan sanuzel. Spalnidagi sanuzelimiz. Juda ham aql bilan foydalanilgan har bitta kvadrat metridan. Bu endi menimcha yoki kabinet yoki ota-onalaringiz uchun yotoqxona qilib qo'ysangiz juda ham zo'r, chunki nafas olgani shundoqqina balkonga chiqib nafas olishsa bo'ladi. Balkonchamiz bor, mahallani ko'rishingiz mumkin. Chiroyli boylarning mahallasi status beradi. Yoninglardagi qo'shnilar endi remont qilib uyni qurishni boshlaganlar bemalol kelib mahalladan qiziqib olsanglar bo'ladi. Qanaqa mahallaligini Mag'rur ko'chasi aytib o'tdim, Mirzo Ulug'bek tumani. Nima qolib ketdi? Yerto'la qolib ketdi albatta. Sizga endi yerto'lani ko'rsataman. Yerto'lada bitta biznes ideya ham bor. Sizga investitsiya uchun shu biznes ideyamni aytib ketaman. Ko'rishingiz mumkin. Umumiy 6 xona 400 kvadrat metrdan iborat. Yerto'lasi siz. Yerto'la endi sizni hayron qoldirishi aniq podolimizni, chunki podolimizni o'zidan juda ham unumli foydalansangiz bo'ladi. Chunki bunaqa podvolni o'zi ba'zi bir odamlarning uyida ham yo'q. Ko'rishingiz mumkin, podvolimizga tushganimizda mana shunaqa skromniy remont to'g'ri abo'y, lekin skromniy ranglardan, bagati ranglardan foydalanilgan. Podvolimizda 4 ta xona bor. Kam emas, ko'p emas, 4 ta xona bor. Birinchi xonani ko'rishingiz mumkin. Xonalarimiz deyarli bir xil hammasi. 4 ta xonadan qanaqa foydalanish? Biznes ideya o'quv mavsumlarida, ya'ni universitetlarga studentlar oqib kelgan paytda hammasini mana shu qilib ijaraga berib yuborsangiz bo'ladi. Hammasidan palon pullardan olsanglar bo'ladi. Orasida bitta Garri Potterga o'xshagani bo'lsa, mana shu yoqqa Garri Potter uyiga o'xshab qilib bersanglar bo'ladi. Yostiq ko'rpa to'shak qilib bu yoqda xonamizni ko'rib olsanglar, mana aboydan foydalangan bu yerda ham bo'laveradi studentlarga. Chiroyli, lekin xona qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Katta oila bo'lsanglar yoki katta qanaqadir firma ishxona qilib foydalanmoqchi bo'lsanglar ham foydalanish uchun tayyor holatda.
xonadonimiz. Aytib o'tganim 400 kvadrat metr va o'sha 6 ta xonadan tashqari podvolimiz. Bu yerda katolnik xonamiz bor. Katolnik xonani ko'rsatmaymiz, endi hamma narsani ko'rsatib o'rsigan qiziq olmaydi-yu. O'shaning uchun kelgan paytingiz sekin aylanib, o'zingiz uyingizda yurgandek bo'lib, his qilib o'zingizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Xullas kalom uyimizni hammasini ko'rsatib bo'ldim. Endi narxini ham boya aytib qo'yib bo'ldim. 650 ming bo'ladigan narx emas. O'sha ozgina sodalashadigan joyi ham bor. Lekin mahallada bunaqa narx umuman yo'q. Juda ham arzon, lekin qurilgan bino, remont, yer 5 sotixga juda arzon so'rayaptilar. Bosaveradigan joyi, lekin men sizga aytaman, pastda telefon raqami qoldiraman. Bizani YouTube, Instagram qayerda kuzatish mumkin bo'lsa, hamma yoqda kuzatib, like bosib boring. Sizlar uchun juda ham bomba yangilik tayyorlab qo'yganmiz. Bekorga Instagram, YouTube'larda vaqtingizni sarflab yurgan bo'lsangiz, endi Milliy Realtor brendini kuzatib, siz bekorga vaqtingizni sarflamaysiz. Juda ham tez orada bizni xalq uchun katta aksiyalar o'tkazishni boshlaymiz. Kutib qoling, like bosing, komment yozing. Mana shunaqa chiroyli uylarni arzonroq bozor narxidan uylarni sizlarga ko'rsatishda davom etaman. Inshaalloh 2026-yil hammamizga barakali yil bo'lsin va mana shunaqa chiroyli uylarni egasi bo'lib, oilamiz bilan yashab, mana shu yerda orzular qilib yashash hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, obuna bo'ling.